Hoy bolalar, bu yoqqa kelinglar. Birgalikda hafta kunlarini o'rganamiz. Qani ketdik. Baka bum, bum bum bak, baka bum, bum bum bak, baka bum, bum bum baka bum, bum bum bak. Kela qolgan jon o'rtoq, bo'laylik biz do'stinoq. Hafta kunlarini biz o'rganamiz hoziroq. Haftada 7 kun bor, keladi doim takror. Bularni eslab qolgin, yoddan chiqarmasin xor. Ularni eslab qolgin, yoddan chiqarmasin xor. Dushanba-yu seshanba, chorshanba-yu payshanba, so'ngra juma-yu shanba, oxirida yakshanba. Dushanbadan boshlanar o'qishning birinchi kuni, so'ngra seshanba kelar haftaning ikkinchi kuni. 3-chi kun chorshanba, 4-chi kun payshanba, 5-chi kun bu juma, 6-chi kundir shanba. 5-chi kun bu juma, 6-chi kundir shanba. Dushanba-yu seshanba, chorshanba-yu payshanba, so'ngra juma-yu shanba, oxirida yakshanba. Kim topadi bolalar 7-chi kun nomini, bilib qo'ying siz buni. Yakshanba dam olish kuni. Hafta kunlarini biz yodlab oldik bir pasda. Bularni eslab qolish bizlarga qiyinmasda. Bularni eslab qolish bizlarga qiyinmasda. Dushanba-yu